İnsanlar masalan baxt izlaydi. Har qanaqa insondan so'rasangiz, baxtli bo'lgim keladi deydi. Bu kitob ayni sizga ana shu formulani o'rgatadi. Qanaqa baxtli bo'lish. Masalan, insonlar nimaga millionlab pul sarf qiladi, psixologlarga boradi. Yoshligidan masalan har xil fanlarni o'rganadi. O'zi asli maktabda o'rganilgan hamma fanlarni negiziga olsangiz, nimaga o'rganasiz siz? Pul topishga taqaladi. Pul topish nimaga kerak desa, oxiri baxtga taqaladi. Baxtli bo'lish uchun deydi o'zi asli. Baxtli bo'lish uchun inson nima kitoblarni o'qimaydi? Masalan, bir islomga kirgan bir rus birodar bor ekan. O'sha aytadiki, 1000 ga yaqin kitob o'qiganman deydi. Baxt izlaganda ichidan. Ya'ni baxt formulasini izlagan. Topmaganman deydi shuni. Toki Qur'onga yo'liqmagunimcha deydi. Qur'onni tushunganimdan keyin endi bu tarjimasini o'qigan